Namozingni o'qib bo'ldingmi? Kimsan? Ha? Men Allohning farishtasi Azroilman. Azroil? Seni joningni olish menga amr etilgan. 3 kundan keyin joningni olaman. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Ey Allohim, endi qay bir ishimga ulguraman, qaysi amalim bilan yoningga boraman. Yo Alloh, singlim nima bo'ladi? Xadijani ko'rmasa bo'lmaydi. Xadijani ko'rishim kerak. Ashhadu an la. Kim? Hozir. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Hadicha, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Keling akajon. Voy, akajon, shuncha narsa olibsiz, ovora bo'lib. Kel singlim, sen bilan ozgina gaplashaylik. Xavotirli ko'rinasiz. Yo'q, hammasi yaxshi. Uydagilar yaxshilarmi? Yaxshi. Seni sog'indim. Men ham sizni sog'indim akajon. Seni ko'rsam, oyimni ko'rgandek bo'laman. Men ham akajon, sizni ko'rganimda har doim rahmatli dadamni ko'rgandek bo'laman. Kelib juda ham yaxshi ish qilasiz akajon. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Ilohim boshimizga sog' salomat bo'ling. Taqdir yo'li chigal, taqdir yo'li og'ir. Goh yozda qor yog'ar, goh qishda yomg'ir. Alloh o'zing akamni boshimga sog' salomat. Doimo yonma-yon hamrohdir mangu. Bugun 7-kun. Bunaqada aqldan o'zaman. 3 kunda kelaman degan edi. Nega kelmadi? Nimaga? Men shu yerda. Ey o'lim farishtasi. 3 kun ichida kelaman degan edingiz. Bugun axir 7-kun. Shu 3 kun ichida qanday amal qilding? Amal. Hech qanday amal qilganim yo'q. Faqat borib singlimni ko'rdim. Xadijani ko'rdim. Ey odam bolasi, singlingga oqibat qilganing uchun Alloh senga ham oqibat qilib, umringga 40 yil yana umr qo'shib berdi.